Assalomu alaykum. Sizlar bilan bu qisqa video darsligimizda rasmiy va norasmiy xatlar haqida gaplashamiz. Ya'ni asosan rasmiy xat qanday yozilishi kerak? Ya'ni biz bilamiz, safar imtihonida task 1 va 2 da asosan rasmiy ohangda, demak kelgan xatga javob xati sifatida xat yozish kerak bo'ladi. Buni bilamiz, bundan xabarimiz bor. Va o'sha rasmiy xat qanday holatlarda yozilishi kerak? Ya'ni bizdan nimalar talab qilinadi va nimalar qilishimiz kerak emas? Asosan rasmiy xatda nimadan foydalanish kerak, nima qilish kerak? Xo'sh, biz rasmiy xatda to'liq so'zlardan, ya'ni qisqartma so'zlardan foydalanishimiz kerak emas, ularni to'liq qisqartirmasdan yozishimiz kerak. Birinchi asosiy qoida. Rasmiy so'zlardan foydalanish kerak. Ya'ni norasmiy so'zlardan foydalanish kerak emas. Balkim qanaqadir vaziyatlarda mumkindir, lekin darajangizni yuqoriroq ko'tarish uchun albatta rasmiy so'zlardan foydalanishingiz kerak. Misol uchun request, provide, regarding degan so'zlar va bular give, ask degan oddiy kunlik ishlatiladigan so'zlardan ko'ra bular demak rasmiyroq eshitiladi va sizni demak darajangizda yoki o'sha ballingizni oshishiga sababchi bo'lishi mumkin. Va biz ishlata olmaymiz slanglardan, idiomalardan demak rasmiy ohangda gapirganda yoki yozganda biz bulardan foydalanishimiz mumkin emas. Modal fe'llar ko'pchilikka demak doim aytaman o'quvchilarimga, siz modal fe'llardan ko'proq foydalaning. Ya'ni biz o'zbek tilida ovozimizni tonini o'zgartirish orqali jahlimizni yoki xursandchiligimizni ifodalashimiz mumkin. Ularda ham shunaqa, lekin ularda hattoki so'zlar ham o'zgaradi. Ya'ni bizda would, could, should modal fe'llari, ya'ni bular haqida ma'lumotga egamiz. Bular o'sha siz gapirayotganingizda, murojaat qilayotganingizda xushmuomalalik bilan rasmiy ohangda murojaatingizni yanada demak rasmiylashtirish uchun, xushmuomalalik bilan demak ifodalash uchun albatta quyidagi modal fe'llardan foydalanishingiz kerak. Ya'ni phrasal verblar demak ishlatmaysiz. Ya'ni get up with, put up with va hokazo. Demak bu holatda rasmiy xatlarda foydalanmaysiz. Ya'ni to'g'ri salomlashish, ya'ni xatni boshlashda bilamiz, greeting qismi bor, salomlashish. Va oxirida demak xayrlashish, ya'ni imzo chekish holati bor va siz bunda bunga asosan misolda, ya'ni bu xatlar yozayotganda o'quvchilarga o'zimizdan kelib chiqqan holatda misol bu bizga keladigan to'y xatlari va oxirida yozilgan bo'ladi. Misol uchun hurmat va ehtirom bilan falonchi pistonchalar oilasi va hokazo. Mana shu imzo, ya'ni bu yerda bizda xatdagi imzo mana shu, ya'ni hurmat va ehtirom bilan degan ma'noda ishlatiladi va bularni to'g'ri joylashtirishimiz, to'g'ri qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va demak norasmiyda, ya'ni rasmiyda biz ishlata olmaymiz, ya'ni hissiyotni ifodalovchi qanaqadir bir so'zlardan yoki qanaqadir bir emojilardan foydalanish mumkin emas. Ya'ni umuman qisqacha qoidasi bor, e'tibor bering. Agarda siz ismini bilmasangiz, ya'ni kimga yozayotganingizni, ya'ni kimga yozayotganingizni bilasiz, lekin u kishini ismini bilmasangiz, ya'ni to'liq ma'lumotga ega bo'lmasangiz, shunda misol uchun bu bo'lishi mumkin, bankka yozishingiz mumkin, qanaqadir bir korxonaga, tashkilotga yozishingiz mumkin. Bu yerda aynan kimga borib tushishini haqida ma'lumotga ega emassiz. Va bu holatda siz yozishingiz mumkin dear sir or madam va oxirida, ya'ni demak imzo holatida your faithfully dan foydalanasiz. Agarda ismini biladigan bo'lsangiz, bunda dear Mr. kimdir yoki Miss kimdir, demak ismini yozasiz va oxirida your sincerely. Demak bular bir-biriga mos bo'lishi kerak, bir-biriga hamohang bo'lishi kerak. Ingliz tilini samarali o'rganishda so'zning faqat tarjimasini emas, sinonimi, antonimi, talaffuzi va misollar bilan birga o'rganish muhim. Wordy Uzbot esa bularning barchasini bir joyda taqdim etadi. Writing tasklar esa avtomatik tekshirilib, IELTS va CEFR formatida baholanadi. Bu qisqa video darsligimning asosiy maqsadi rasmiy xatlar yozayotganda nimalar qilish kerak, nimalar qilmasligi kerak, mana shu haqida ma'lumot berish edi. Bundan-da ko'proq ma'lumot uchun bizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.